Assalomu alaykum. Mobilingizda barchaga ko'rib chiqaman. 4-kun. Ko'rib turganingizda bugun Gord geroyini ko'rib chiqamiz. Gord dumaloqda ichida geroylar bo'lsa, ozroq uron beradi. Gord birinchi skilli bu kontrol ana shunaqa. Otasiz dushmanga tegsa 3 sekund to'xtab turadi. Yurib turgan geroy bilan ko'rsatib beraman hozir. Ko'rib turganingizda 3 sekund to'xtab turdi ana. 1 2 3 yana yurib ketdi. Gordni bu ikkinchi skilli bu shunaqa. Dumaloq ichida qancha ko'p geroy tursa, shuncha ko'p uron chiqadi. Gordni birinchi skilli bilan dumaloqda ishlasangiz bo'ladi. Gord ultasi shunaqa lazer katta uron chiqaradi. Gordni birinchi skilli bilan kombo qilib ishlatsangiz, sizga dushman geroy osongina target bo'ladi. Gordning ultasi fightlarda juda katta foyda beradi.